Qo'limizda bitta odam ishlatamizmi, ikkita odam ishlatamizmi? Uyimizda usta ishlatamizmi, mardikor olib kelamizmi? Xudo o'sha sababdan, siz sababdan o'sha insonga rizq beryapti. To'g'ri muomalada bo'ling, kibr qilmang. Siz kimsiz masalan? Men kimman masalan unga gapirishga? Hech kimman. Unga o'xshagan bandaman. Xudoga nima endi? Hech narsa emasda, shunday o'ringizni almashtirib qo'ysa nima qilasiz? Xudoga hech narsa emas. Sekundli ish. Masalan bitta oldinda kunlik ishga chiqadigan bir ishchi turibdi, yo usta turibdi, yo men turibman. Ustalarga hozir tenglashib bo'lmaydi. Hozir ustalar ancha-muncha tadbirkordan ko'p pul topib oladi. Masalan, kunlik ishga chiqadigan odam deylik. Ilojsizlikdan chiqadi-da, u pulni yetkazolmagandan chiqadi. Alloh taolo o'sha paytda shunday rizqni berib turibdi endi. O'rinda men turibman, uyimga olib kelib ishlatyapti. Kibr qildim, Xudoga yoqmadi. Ertasiga nima qildi? Alloh hamma yo'g'ini olib qo'ydi. Bir tiyin qilib qo'ydi. Alloh saqlasin bu holatdan.